shijoatga, kuchga to'lgan bilaklar, yursa tursa tinchlik degan tilaklar, ursa vatan deya urar yuraklar. Qutlug' bo'lsin ushbu bayram kuningiz. Qurvatanning siz munosib posboni, siz tufayli musaffo yurt osmoni. Tilda uchmas mardligimiz dostoni, qutlug' bo'lsin ushbu bayram kuningiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz kitobxonlar. Bizning Jalaquduq tuman axborot kutubxona markazi o'quv zalimizda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Vatan himoyasi muqaddas sharaf mavzusida kitob ko'rgazmasi tashkil etildi. Kitob ko'rgazmamizda tinchligimiz yo'lida fidoyi xizmat qilayotgan askarlarimiz to'g'risidagi adabiyotlar o'rin olgan va bibliotexa xizmati mutaxassislari tomonidan vatanga xizmat eng ulug' burch mavzusida kitob varaqalari tashkil etildi. Keling, hurmatli kitobxonlar, ko'rgazmamizdagi adabiyotlarni olib o'qishingizni tavsiya qilib qolamiz.